Haliyam bu Yaponiya 2 marta atom bombasini o'ziga qabul qiladi, jahon urushida yutqazadi va iqtisodiyoti tamomila barbod bo'ladi va bunga qaramasdan bugungi kunda insoniyatning eng mukammal, eng chiroyli, eng qulay va eng tezkor avtomobillardan juda ko'piga asos ham soladi. Ulardan bittasi hamda legendasi Lexus LX 700 Hybrid VIP, ya'ni Ultra Luxury komplektatsiyasida. Aynan bu avtomobil o'z tarixida ham eng tezkori hamda opsiyaga eng boy bo'lgani bo'ladi. Opsiyalar shunaqangi darajada ko'pki, ba'zida eslab qolish ham oson emas. Birgina haydovchini o'ziga bir dona infotablo, 2 qavatli markaziy multimedia paneli bilan qo'shimchasiga premium tabiiy charmdan bo'lgan o'rindiqlar, isitish, sovutish, massaj, tabiiy yog'ochi bilan va bundan tashqari havo tozalash sistemasi, VIP o'rindiqlar, premium Mark Levinson akustikasi, xolodilnik, yo'lovchilar uchun monitorlar, yo'lovchilar uchun boshqaruv paneli va bundan tashqari juda ham ko'plab opsiyalarga ega bo'ladi. Taxminan 2,5 tonnalik og'irligi bilan bor yo'g'i 6-7 sekundda 0 dan 100 gacha qo'zg'atish uchun bu avtomobilga 3.4 litrli twin turbo V shaklidagi 6 ta silindr, 790 Nm, 457 ot kuchi o'rnatilgan bo'ladi. 10 pog'onali uzatmalar qutisi bilan. Narxi esa bor yo'g'i 188 ming AQSh dollari, yana kunlik narx beramiz.